Assalomu alaykum hurmatli Agroponika kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan 20-dekabrda ekilgan pomidorlarimizni pishish davriga kelgan holatlarini ko'rib o'tamiz. Mana bu birinchi gulxonalari, ikkinchi, 3-chi, 4, 5 va 6-chi gulxonadan keyin chikankalagamiz. Pishish davriga yaqin keldik. Pishish davriga kelgandan keyin ozuqalarimizni ham shunga moslab beramiz. Bu yog'i sortimiz Alaminiy F1. Pishish davriga kelib virusli kasalliklar qo'zg'alishi ehtimoli yuqori bo'lyapti. Sababi kechasi 9 gradus 8 gradusga tushyapti. Kunduzgi kunda esa 28-30 gradusga chiqyapti. Bu degani kamida 20 gradus baland haroratni pomidorlarimiz qabul qilyapti. Shu sababdan ora-orada viruslarni uchratyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunda ham virus alomatlari birozgina bor. Endi yomon stependa emas, yengil formada virus uchrayapti. Bitta, ikkita, hammasida ham emas. Xo'sh, nima qilish kerak? Azotli ozuqalarni kamaytirib, endi bu yoq pishish davriga yetib qoldik. Kalsiy va azotni kamaytirdik-da, endi sulfatli, kaliyli, fosforli ozuqalarga e'tibor qaratyapmiz. Bir tonna suv hisobiga 1 kilo mapga 1 kilo kaliy sulfat, yarim kilo magniy sulfat qilib hozirda oziqlantirdik. Bir 2 kun bo'ldi. 2 kun ichida parnigimizda mana bunaqa rang tashlagan pomidorlar ko'payib qoldi. Alhamdulillah. Pishish davri boshlanib ketdi. Shu sababdan endi bu yoqda ehtiyotkorlik bilan kalsiy va nitratli ozuqalarga ehtiyot bo'lib beramiz. Kasallikdan asrash uchun antistreslardan foydalanyapmiz. Immunitetni ko'tarish uchun. Virusga boshqacha yechim yo'q. Shu uchun shunaqa ishlar qilyapmiz. Mana bunaqa pomidorlarni ko'rib, birinchi gulxona, ikkinchi gulxona, 3-chi gulxonada o'zi mashalloh deymiz. Juda chiroyli. Mana bu 4, mana bu 5, 6 va uchida 7-chi gulxonada chikankaladik. Alhamdulillah yaxshi hosillarni olgan. To'g'ri, bu yerlar yo'lakni chetib bo'lgani uchun, lekin ichkarilarda ham holat yomon emas. Hali ichkarilarda pishish birozgina sustlik qilyapti. Chunki kechasi aytilgan temperaturani bera olmayapmiz. Chunki yoqilg'idan, gaz ta'minotidan uzildi issiqxonamiz. O'sha qishki sezon tugadi. Shu sababdan hozirda kasalliklar rivojlanishi xavfi yuqori. Pishish aytgandaqaday tezlikda bo'la olmayapti. Harorat yo'qligi uchun. Hurmatli obunachilar. Bugungi holatimiz shunaqa. Hozircha ishlarimiz yomon emas. Bitta, ikkita tabiat injiqliklari qiynagani hisobga olmasak. Mana bunaqa palaklarni ko'rib odam maza qiladi. Alamina lekin bu yil juda ham zo'r bo'lyapti. Inshaalloh viruslardan yaxshi chiqarib olsak, virus qildirmasdan yaxshi hosillarni olsak, nur ustiga alo nur bo'ladi. Bunaqa hosildor gibridlar kamdan kam. Chunki bu qishni eng past yorug'lik va harorat paytlarida muqobil gul ushlagan. Juda ajoyib. Hammalaringiz ishlaringiz barakasini bersin. Inshaalloh bunga hali qizartiradigan stimulyatorlardan foydalanmadik. Tabiiy yo'l bilan qizarishga yordam beradigan preparatlardan foydalanamiz. Inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Shu birinchi o'rinda Alloh taolo barakasini bersa, hammasi zo'r bo'ladi. Hammalaringizga omad tilab qolaman ishlaringizga. Bizning videolarni bee'tibor qoldirmay, like va podpiska bosinglar. Bu yangi kanalimiz endi rivojlanyapti.
o'z hissangizni qo'shinglar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.